Ko'pchilik tayyor dasturxonni ko'radi, lekin buni orqasidan necha minut o'tganini ko'pchilik bilmaydi. Mr. Carving jamoasini 10 dan ortiq yigitlari bugun bir maqsad uchun ishlab turibdi. Bu ham bo'lsa, stolimiz, to'yimiz eng zo'r bo'lishi uchun. Har kim o'zining ishini mukammallatadi. Chunki bugungi to'yimiz oddiy xizmat emas. Bugun 800 nafardan ortiq mehmonimiz uchun tayyorgarlik ketib turibdi. Bu degani har bir detal muhim. Ya'ni har bir soniya ahamiyatga ega. Xato atishga umuman haqqimiz yo'q. Bu dasturxonimiz hurmat, e'tibor, mezbonning obro'si bu. Har bir ko'rinish, chiroy va sifat. Har bir to'y biz uchun alohida tarix. Mr. Carving jamoasi esa har bir to'yni chiroyli tarixga kiritadi.